Qadimda go'zallik standartlari ayollarni nimaga olib kelgan? Ikkinchi qism. 1005-yil Viktoriya davri ayollar belini 40-45 santimetrgacha qisqartirish uchun korsetlardan foydalangan. Bu esa rebrani siljishi, ichki a'zolarga zarar, nafas olish qiynalishga, hushdan ketishga kabi muammolarga olib kelgan. Hozirda korsetlar yana modada, lekin endi ular azob uskunasi emas, stilni aksent kabi qo'llanadi. Keyingi fakt Renessans vaqtida yuqori peshona go'zal hisoblangan va ayollar sochlarini yon tomonini olib tashlab, ba'zan issiq palichka bilan yoqib tashlagan. Keng peshona aql va intellektni ramzi hisoblangan, chunki katta bosh katta miyaga bog'langandek qaralgan. O'tgan videoda aytganimdek, oppoq yuz zodagonlik hisoblangan va ayollar piyavkalarni yuz va bo'yinga qo'yishgan, hattoki venalarni kesishardi. Bu esa qon kamligiga olib kelgan va yuzlari bledniy oppoq bo'lib qolgan. Anemiyani yomon taraflarini tushuntirishim shart emas menimcha. Oxirgi fakt 1920-30-yillar radioaktivniy kremlar ishlatilgan. Ular terni yoshartiruvchi va porloq deb reklama qilingan. Bu esa suyak saratoni, tish tushishi, kasallik va o'limga olib kelgan. O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Всем пока.